Garchessa, ya'ni xantal va shakar aralashmaning mo'jizaviy sir-sinoatlari haqida bilasizmi? Achchiq bo'lishiga qaramasdan sevib iste'mol qiladigan garchessa kukuni bu sochlarimizni juda tez o'stirish qobiliyatiga ega mahsulot ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari terimizdagi, ya'ni bosh terisidagi ortiqcha yog'larni o'ziga shimib olib, yog' bezlarining ishlash jarayonini tartibga soladi va qon aylanishini yaxshilar ekan. Bu murakkab niqobimizdan oqilona foydalansangiz, niqobimiz hech qanday terini quritmaydi va soch tolalarini ham quruq qilib qo'ymaydi. Agarda teringiz garchessaga sezuvchan bo'lsa, unda uning o'rniga zaytun yog'i yoki tuxum sarig'i, kefir ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu mahsulotimizni tayyorlashda 2 osh qoshiq garchessa, 2 osh qoshiq qaynagan suv, bitta tuxum sarig'i, 2 osh qoshiq zaytun yog'i va 2 choy qoshiq shakar kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizni bitta idishga solib, bo'tqa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Agarda sizga tuxum hidi yoqmasa, faqat garchessa shakardan, suvdan foydalanishingiz ham mumkin. Tayyor bo'tqani sochlaringizni ochib, soch terisi va ildizlarga surtib chiqasiz va ustidan selofan bilan o'rab qo'yasiz. Niqobni 15 daqiqadan 1 soatgacha ushlab turishingiz mumkin. Eslatma, bu niqobni birinchi marta qo'llaganingizda 15 minutdan boshlang, chunki bu muolaja bosh teringizni qizdiradi. Keyingi muolajalarda esa asta-sekinlik bilan vaqtni uzaytirib borishingiz mumkin. Muolaja paytida bosh teringiz qizisa hech xavotirga tushmang. Buning hech qanday ziyoni yo'q, chunki garchessa soch terisidagi qon aylanishini tezlashtiradi. Bu esa o'z navbatida soch tolalalarini oziqlantirib, mustahkam, qalin bo'lib o'sishini ta'minlab beradi. Muolajani 1 oy davomida haftasiga 1 marta qo'llang. Agarda sochlaringiz juda yog'li bo'lsa, 2 marta ham qo'llashingiz mumkin. Bu niqobimiz natijasida sizning sochlaringiz tezroq o'sa boshlaydi. Bundan tashqari sochlaringiz qalin, ipakdek mayin bo'lib, yog'lanish ham deyarli kuzatilmaydi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.